o'zingiz ha? Siz juma ayyomlaringiz bilan Rahmat, o'zingiz. ishlayapsiz. Nima xizmatlar? Deb bo'lsin. Bitta Spaniya mebel kerak edi-da. Ya, o'rta tinchlikmi? Ikkinchi harakatmi? Yo'q, hali endi jumada o'tirganimizda domla ma'ruza qildilar. Birodarlar, o'zing yangi mebellarda yota olmasdan ota-onalaringga ham olib beringlar deyishdi. Juda qattiq ta'sir qildi. O'ylab qarasam, haqiqatdan eski mebelda yotishibdi. Shuning uchun yaxshi mebel ko'rsat, sovg'a qilganmi uyga. Ha, yur o'rta, men noto'g'ri tushunibman. Hozir mana yangi Qo'rg'ondagi saroy mebellariga keldim. Shu yerdan hozir mebel tanlayman. Ham baquvvat ekan, chiroyli mebel ekan. O'rta ham yaxshi. Odam kelib qarab ola bemalol. Ha, bo'lmasa ko'rib turgan hozir men shunday qarab kelaman. Hozir bir o'nt qo'ymay tur. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta eng qimmat mebelingizni ko'rsating, pulini qizig'i yo'q, aka. Mana shu eng qimmat mebelimiz. Bo'ldi aka, menga ma'qul. Hozir bir o'nt. Ava. Men bitta mebel tanladim, uyindagilarga ayt. Saroy mebelga kelib, mana shu mebelni sotib olasiz.